Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahzod Shodiyev va sizlar Shodiyev Techno kanalidasizlar. Bugun sizlar bilan eng trendy stol to'g'risida gaplashamiz. Bilasizlar, katta pullar hozir o'tirib topilyapti. Bu IT soha, trading va hokazo. Lekin ko'p o'tirish sog'liqqa zarar. Shunga spesialistlarga manaqa stol olib keldik. Bemalol turib ham, o'tirib ham, любой tepalikni kontrol qiladigan stolni ko'rsatamiz. Bugungi obzorimizda Kaugar brendidan E-Star stollar to'g'risida gaplashamiz. Eng qizig'i bu narx. Sразу narxdan boshlaymiz. Narxini izohlarda qoldirdim. Shodiyev Techno promokodda Ingame do'konidan, men do'konimdan butun O'zbekiston bo'yicha tekinga dastlabki sizlar uchun pодарок. Faqat qachon? May oxirigacha. Давайте endi obzor boshlaymiz. Razmerlar birinchisi eng qiziqtiradigan bu ikkita varianti bor. 140 ga, to есть 1.4 va 60. Ikkinchi varianti 120 ga 60. Kelinglar stol materialidan boshlaymiz. Stol materialimiz karbon keramika o'xshagan qilingan, lekin bu nakleyka emas, shunga chiqib ketmaydi vaqt o'tib. Manaqa kovriki bor. U ichida, komplekt ichida 100% chiqadi. Katta, juda butun stolga yetadi, ko'pga yetadigan. Displeyga kelsak, bu yerda baland past qilsanglar bo'ladi. Plus ikkita eslab qoladigan knopkasi bor. To есть o'zingizga yoqtirgan razmerlarni bosib qo'ysanglar bo'ladi. Например, turib yoki yugurib ishlamoqchi bo'lsangiz bitta razmer, o'tirib ishlamoqchi ikkinchi razmer, har doim o'zgartirish kerak emas, shunisi udobniy. Pluslardan biri bizda spetsial naushka joylari ham bor. Musor, kabeldan yoqtirmaydigan odamlar uchun spetsial musorka deymiz. Mana stolimizda musorka joyi ham bor. O'tga hamma kabeldan tiqib, bitta kabel chiqadigan qilib qo'ysa bo'ladi. Bonusiga bizda komplekt ichida spetsial manaqa monitorga stavkasi bor. Bu juda udobni, особенно monitor tepa qiladigan odamlarga kronshtaynlar bo'yicha bemalol kronshtayn ham qo'ysalar bo'ladi. 3 ta monitorgacha bemalol sig'adigan stol. Именно bu tor, to есть 140 modelda shunaqa qilsa bo'ladi. 120 sal joy kamroq, endi kimga qanaqa. Komplektimiz ichida bizda kovrik pодарокga chiqadi. Kovrik prostoy emas, bu kovrik ham o'zi отдельно sotishda kam 300 ming 400 ming sotishadi. Neki suv to'kilsa ham suv поглощать qilmaydi bu kovrik. Juda zo'r qilingan shu firmaning Kaugar brendidan. Endi solishtirsak, bu yerda 2 gaming ham shunaqa kovriklar bor. Bundan kichkinaroq 1.55 lari, где-то 250 ming turadi. Bu undan качественныйroq kovrik, уже komplektasiga chiqyapti, shunga juda katta bonus. Tak, keyin butun bizning stolimiz полностью metallический qilingan. 15 kilo korobkada chiqadi va necha kilo ko'taradi desa, 60 kilo ko'taradi bu bizning stolimiz. Endi 100 kilo ham ko'taradi, chiqib ko'rdik, no, maslahat bermayman. Logistikaga, to есть dastavkaga qiyinmi, osonmi, o'zingizlar yeya olasizmi degan savolga javob da oson. Korobkasini ko'ryapsizlar. Kichkinagina, udobniy, hammasi o'sha nemislardan qilingan, shunga hammasi расчет. Kaugar bu nemetskiy brend, shunga mana shu mexanizmlarga ham 2 yil garantiyasi bor. Bemalol shu avtomatik servisdan 2 yil garantiya beriladi. Shunga qo'rqmasdan olaverish kerak. Neki sog'liq hammaga kerak hozirgi kunda, belli tekinga olsa bo'lmaydi. Так что zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol mana nomerlar telefon qilinglar va dastavka butun O'zbekiston bo'yicha 1 maygacha absolyutno tekin. Shunaqa gaplar.